Keling, hozir siz bilan judayam kuchli bir texnika bilan bo'lishaman. Agar siz bir muammoni uzoq vaqtdan beri hal qila olmay turib qolgan bo'lsangiz, bunga yechim berishingiz kerak. Sizni hayot sifatingiz uchun, o'zingiz istagan maqsadlaringiz, o'zingiz istagandek hayotda istaklaringizga ko'ra yashashingiz uchun siz buni hal qilib olishingiz kerak ekanligini anglab his qilib turibsiz. Bu texnika hozir beradiganim judayam chuqur yordam beradi sizga. Judayam oddiy, bajara oladi har bir inson, lekin juda kuchli ishlaydi. Butun diqqatimizni o'zimizga jamlaymiz. Nafas mashqi bilan kirishingiz mumkin. Xuddiki bir meditativ, ya'ni meditatsiyaga o'xshash texnika, qisqaroq. Diqqatingizni jamlang. Agar ko'zlaringizni yumishingiz mumkin. Butun diqqatingizni jamlagan holatda tasavvur qiling. Eslang, sizni hal bo'lmay turgan uzoq vaqtlar mobaynida javobini topilmay, hal bo'la olmay turgan muammoli vaziyatingizni eslang hozir. Endi tasavvur qiling. Sizga qarama-qarshi qismda, hududda xuddiki bir orolcha turibdi. Kichkina orolcha. U orolchaga qarang. Bu orolchada siz hozir hal bo'lmay turgan deb xotirlagan, eslagan muammoingizni, savolingizni javobi, yechimi turibdi. Ahamiyat berib qarang. Bu muammo hal bo'lganda qanaqa ko'rinishda bo'lardi? Sizda mana shu muammoli savol qolmaganda, sizni hayotingiz qanaqa ko'rinishda bo'lardi? Hozir diqqat bilan ahamiyat bering. Hislaringizga ahamiyat bering. Kuzating, ko'ra olganingizcha tasavvur qilib ko'ring. Endi bir onda mana shu sizni hal bo'lib turgan vaziyatingiz bilan sizni o'rtangizda xuddiki bir devor paydo bo'ldi. Bu devor silikon devor, ya'ni rezinaga o'xshash devor. Hozir biz hal bo'lolmay turgan mana shu vaziyatimiz bilan hal bo'lgan vaziyatimiz oralig'idagi ko'rinmas devorni ko'ryapmiz. Va buni yorib o'tishimiz mumkin. Butun kuchingizni, diqqatingizni o'zingizga jamlang. Ikkala qo'lingizni devor markaziga qo'ying. Kaftlaringizni xayolan. Va o'rtasidan bo'lishni boshlang. Devorni o'rtasidan yorishni boshlang. Devorni oxirigacha bo'ling ikkala tarafga. Oxirigacha imkoningiz, kuchingiz yetgunicha kengaytirib devorni ikkiga bo'ldingiz. Siz bu yechilmayotgan savolni yechdingiz, ya'ni yorib o'tdingiz. Siz vaziyatni yorib o'tdingiz. His qiling, yorib o'tganingizni, qarshingizda sizni muammoli hal bo'lmay turgan vaziyatingizni hal bo'lgan yechimdagi versiyasi turibdi. Endi o'zingizga ahamiyat bering. O'zingizga nisbatan ishonchingiz ortganini his qilyapsizmi? Ya'ni bu texnika shunday texnikaki, nimani anglashimiz mumkin? Ko'plab savollarimiz bor. Hayotimizda ko'plab muammoli vaziyatlarimiz borda. Ahamiyat bersangiz, o'zingiz ham, men o'zim ham ahamiyat berganman o'z hayotimga. Muammolarni hal qilish davomida har doim inson yasharkan, hayotida turli xil vaziyatlar, muammoli jarayonlar davom etaveradi. Har biriga yechim berish paytida ahamiyat beraman. Qaysi bir uzoq vaqtga cho'zilyaptimi hal bo'lmay, demak shu muammoda men yoki qochayotgan bo'laman, yoki uni hal qilmasdan vaqtni cho'zayotgan bo'laman. Ya'ni buni yorib o'tish kerak bo'ladi. Shunday vaziyatlar bo'ladiki, ularni yorib o'tishimiz kerak bo'ladi. Shunday jarayonlar bo'ladiki, buni yechimi yorib o'tishda bo'ladi. Ya'ni yorib o'tish degani bu barbod qilib yuborish, hamma yoqni buzib tashlash degani emas.
Bu vaziyatni xayolan yorib o'tish texnikasi edi, ya'ni hozir berganim sizga. Bu har bir insonni hayotida uchraydigan turli xil vaziyatlarga qo'llasa bo'ladigan judayam oddiy va kuchli praktika. Xuddiki bu osti bilan ishlash. Ya'ni eslangda, xotirlang. Har doim muammo yuzaga kelganda o'zingizga birinchi bo'lib eslating. Bu muammo aslida u darajada emas. Bu muammo sizni ongingizda shu darajada. Tashqarida emas, sizni ongingizda, sizni ong ostingizda shu darajada iqrorligingiz yoki qo'rquvingiz borki, uni yorib o'tolmayapsiz hozircha. Buni yechish mumkin. Har qanday vaziyatni, har qanday savolni javobi bizni o'zimizda bo'ladi. Ya'ni bizga vaziyat savol berildimi, javobi ham berilgan bo'ladi. Qachonki ong tayyor bo'lganda buni hal qilishga, yorib o'tishga biz buni bajara olamiz.